Bu aman aman aman. Na na ey bu aman aman aman. Na bu aman aman aman. Aman aman bu aman aman aman. Aman aman. Kelmeni 15 bilan kelasiz. Giloslar bor. Bo'g'im og'riqlari shunchalik kuchliki, sizni ko'p narsadan mahrum qilar ekan. Yaxshi ko'rgan ishingizdan, ko'rasiz, oila davrasidagi suhbatlardan sog'lom bo'lishni xohlayman. Nutva aynan mo'rtlashayotgan suyaklar uchun, bo'g'im og'riqlari uchun, tiklash, kuchga to'lish va harakatga keltirish uchun yordamchi. Uning tarkibi faqat tabiiy komponentlarga boy. Koksartroz son chanoq yemirilishi, gonartroz tizza yemirilishi, poliartrit bo'g'im yallig'lanishi, osteoporoz suyak mo'rtlashishi, shuningdek grija disk churrasi kabi xastaliklar uchun qo'shimcha sifatida tavsiya etiladi. Biz faol hayotga qaytdik. Nutva, o'zingizga sog'lik ulashing. Hoziroq 1294 qisqa raqamiga qo'ng'iroq qiling va biz bilan bog'laning. Nutva o'z sog'lig'iga befarq bo'lmaganlar uchun. Qadrli vatandoshlar, Meni yurtim telekanalida Omon dasturi davom etmoqda. Ana endi ekranga yaqinroqqa biz buvijon, bobojonlarimizni taklif qilamiz, chunki ular uchun juda ham muhim bo'lgan ma'lumotlarimiz bor. Nafaqat ular uchun, barcha uchun bu albatta. Ya'ni biz yaqinda hammani e'tiborini tortgan bir yangilik haqida gaplashmoqchimiz. 2025-yil 1-iyuldan boshlab pensiyalar miqdori 10% ga oshiriladi. Prezident farmoni imzolandi degan xabarlar tarqaldi. Xo'sh, bu xabarlar qanchalik asosli, aslida qanday va qolgan jarayonlarda ham pul miqdorlari oshadimi? Oyliklarni aytamiz masalan, yana qolgan kerakli joylarda. Xullas, bu haqda batafsil ma'lumotlarni olish uchun mutaxassislarimiz taklif etganmiz. Iqtisodiyot va Moliya vazirligi huzuridagi byudjetdan tashqari pensiya jamg'armasining bo'lim boshliqlari Abror Xolmatov hamda Kamoliddin Hojibekovlar bizning mehmonlarimiz. Qarshi olamiz birgalikda. Marhamat. Bu aman aman aman. Na na ey bu aman aman aman. Na bu aman aman aman. Aman aman bu aman aman aman. Aman aman. Abror aka, Kamoliddin aka, sizlarni ko'rganimizdan xursandmiz. Xush kelibsiz. Katta rahmat. Yaxshi keldingizmi? Rahmat. Erta tongdan erta uyg'otib qo'ymadikmi? Harakat qildik endi nima ham derdik. Mana biroz avval qisqa ma'lumot berib o'tdik. Ya'ni 2025-yil 1-iyuldan boshlab pensiyalar, nafaqalar va o'sha oyliklarda ham 10% miqdorda o'sha oshishi. Bu qanchalik asosli ma'lumot, shu haqda bizga to'liq batafsil ma'lumot bersangiz. Prezident farmoni imzolandi degan xabarlar ijtimoiy tarmoqlarda ko'p, izohlar bor va biz haqiqiysini, isbotlanganini va mutaxassislar bilan birgalikda taqdim etishni niyat qilgandik. Marhamat. Assalomu alaykum. Avvalambor katta rahmat shu studiyaga tashrif buyurishga bizani taklif qilganingiz uchun. Xush kelibsiz. Omon shu ko'rsatuvni muxlislariga ham shu yaxshi kayfiyat tilab, Rahmat. shu haqiqatdan ham ijtimoiy tarmoqlarda tarqatilgan xabarlar bu haqiqat. Hurmatli yurtboshimiz tomonidan mana shu kuni kecha 3-iyun kuni imzolangan farmonlariga asosan mamlakatimizda o'sha pensiya, nafaqa oluvchilarni o'sha qatlamlarni yanada qo'llab-quvvatlash, ularga o'sha ijtimoiy muhitini yanada mustahkamlash maqsadida pensiya va nafaqa miqdorlarini joriy yilning 1-iyulidan boshlab demak 10% ga oshirilishi bo'yicha farmon imzoladilar. Albatta bu farmon juda bir o'sha ko'tarinki ruhda xalqimiz orasida qabul qilindi. Sababi mana hammamiz bilamizki, bu mamlakatimizda jadal rivojlanayotgan shu iqtisodiyot rivojlanayotgan iqtisodiyot paytida ushbu mana shunaqa bir farmonlar bu odamlar orasida juda yaxshi kutib olinishini bu bir
an'ana bo'lib qolinganini ko'rishimiz mumkin. Albatta. Yulduz opa, siz ham harbiylikda anchadan beri ishlab nafaqaga chiqqan bo'lsangiz kerak. Nafaqadaman. Nafaqadasiz. Yo'q, endi 18 yoshdasiz, endi unaqa ochib qo'ymang. 18 yoshlilarni nafaqasini oladi bular. Shunaqa. Aynan shunaqa vaziyatlarda nafaqalar oshibdi, pensiyalar oshibdi degan paytda siz ham xursand bo'lib ketasizmi? Men o'zi kamdan kam eshitaman-da, keyin o'zi pensiya уже ko'tarilib kelgandan keyin hayron bo'laman-da, keyin ko'tarilibdi. Qanday yaxshi deysiz-a? Kimdir iltifot qildi shekilli deb Bu o'ylasalar safar kerak. ertaroq bildim, yaxshi, xursandmiz. Albatta, mana faqatgina o'sha yurtdoshlarimiz yozishgan pensiyalarni ham turlari ko'p, nafaqalar deymiz, bola pullari deymiz. Bular haqida ham to'liq ma'lumot bersangiz, hammalariga birdek ta'sir qiladimi bu 10%? Albatta, bu farmon boshqa farmonlarga nisbatan farqliroq bo'ldi. Sababi bu ushbu farmon bilan stipendiyalar ham oshishi belgilab o'tildi. 10% ga birinchi yildan boshlab stipendiyalar ham oshiriladi va ish haqlari ham oshiriladi. O'sha byudjet tashkilotlarini ishchilarining ish haqlari oshiriladi. Albatta bizada O'zbekistonda 3 turdagi pensiyamiz mavjud. Bu o'sha yoshga doir pensiya deymiz. Boq o'tishni yo'qotgan va nogironlik pensiyalari mavjud. Albatta ushbu farmon barcha turdagi pensiyalarga ta'sir etadi va barcha turdagi pensiyalar oshishiga olib kelinadi. Endi misol qilib aytadigan bo'lsak, ushbu farmonga qadar eng kam o'sha pensiya miqdorlari respublikamizda 834 ming so'm qilib belgilangandi. Endilikda esa ushbu farmon bilan ushbu eng kam pensiya miqdori 918 ming so'm qilib belgilandi. Lekin shuni alohida aytish kerakki, bu eng kam miqdori belgilab qo'yildi xolos, lekin pensiyalarni tayinlanishida albatta bir nechta omillar mavjud. Bu o'sha fuqaroga pensiya tayinlash jarayonida uning ish staji va uning ish haqisiga bog'liq bo'lgan omillarga tegishli o'sha pensiya tayinlash jarayonlari. Bizda o'rtacha pensiya mamlakatimizda hozir 1,5 million so'm yoki o'sha dollar ekvivalentiga olganimizda 120 dollarga yaqin teng. Bu o'rtacha pensiya. Lekin maksimal pensiyalarimiz ham mavjud. Bu o'rtacha shu 3 million 800 4 millionga yaqin so'm pensiya oladigan fuqarolarimiz ham jadal o'sha yildan yilga oshib kelyapti. Albatta bularni o'sha 10% ga pensiya miqdorlarini oshirishi o'ziga yarasha yaxshigina ularni xursand qiladi, ta'sir ko'rsatadi. Kamoliddin aka, aynan o'sha ish staji to'liq bo'lmagan chog'da yoshga doir bo'lgan o'sha pensiyaning eng kam miqdori haqida ham aytib o'tsangiz. Avvalambor, assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Birinchi navbatda men shuni tushuntirmoqchi edim. Pensiya va nafaqa. Buni o'zi qanday ajratamiz? Aslida bu ikkalovi ikki xil narsa. Nafaqa bu fuqaroni talab qonunchilikda belgilangan stajni bajarmagan fuqarolarga nafaqa tayinlanadi va bu ayollarga 60 yoshda, erkaklarga 65 yoshda tayinlanadigan nafaqa hisoblanadi. Ya'ni bu qonunchilikda talab etilgan o'sha eng kam 7 yil stajni ham bajarmagan fuqarolarga tayinlanadigan nafaqa va ushbu nafaqaga moliyalashtiradigan mablag'lar ham davlat byudjeti hisobidan moliyalashtiriladi. Endi pensiyaga keladigan bo'lsak, pensiya bu fuqaroni pensiya ta'minoti to'g'risida qonunda belgilangan ish stajlarini bajargan fuqarolarga, ayollarga 55 yoshda, erkaklarga 60 yoshda tayinlanadigan pensiya hisoblanadi va ushbu pensiyalar pensiya jamg'armasi mablag'lardan moliyalashtiriladi. Ya'ni fuqarolar yillar davomida ishlab to'langan soliqlaridan, ijtimoiy soliqlardan tashkil topgan mablag'dan moliyalashtiriladi. Yaqinda Kamoliddin aka shu o'rni kelganda so'rab o'tmoqchiman. Bir muxlisimiz savol qoldiribdilar. Agar pensiya jamg'armasidan kimdir kelsa, iltimos so'rab bering deganlar. Ular bugungi kunda 58 yoshdalar, lekin haligacha pensiya olmas ekanlar, ya'ni nafaqa olmas ekanlar. Bunday holatda menga qanday imkoniyatlar bor? Men 60 yoshda chiqamanmi yoki chiqib bo'lganmanmi? Menga o'sha oradagi pullarim undirib beriladimi? Nega meni pensiyaga chiqarishmayapti degan savollarni ham qoldirganlar. Ayol kishilar? Ayol kishi, ha. Bu qanaqa shunaqa holatlar bo'lishi mumkinmi? Mumkin. Demak, bugungi kunda hali aytib o'tganimdek, qonunchilikda ayollar 55 yoshda pensiya chiqish belgilangan va 2023-yil prezident qaror qabul qilingan 353-sonli qarorda 2025-yil 1-martdan boshlab 55 yoshga to'lgan va
55 yosh to'lgan ayollar va 60 yoshga to'lgan erkaklarga pensiyalar avtomatik tarzda tayinlanadi, ya'ni praktik usulda. Fuqaroning yoshi avtomatik pensiya jamg'armasi axborot tizimiga keladi, davlat personallashtirish markazidan va pensiya dasturiy ta'minoti uni tegishli ma'lumotlarni o'sha manzil ma'lumotini Ichki ishlar vazirligidan, oila tarkibi ma'lumotini Adliya vazirligidan, mehnat stajini yagona milliy mehnat tizimi, bu kambag'allikni qisqartirish va bandlik vazirligidan, ish haqi ma'lumotlarini soliq qo'mitasidan va xalq bankidan olib, unga fuqaroga avtomatik tarzda pensiya tayinlab beradi. Bu holat qanday? Bir kunda. Ana endi fuqaro 1-mart 2025-yil 1-martda demak yoshi 55 yoshdan katta bo'lgan, 58 yoshda 58 yoshda bo'lgan. Bugungi kunda bizani pensiyaga ariza berish xizmatimiz yagona milliy davlat xizmatlari markazlari yoki yagona interaktiv davlat xizmatlari portali orqali ariza berishlari mumkin bo'ladi. Arizalari qonunchilikda belgilangan 10 kunda ko'rib chiqilib, pensiyalar tayinlab beriladi. O'tgan 3 yil muddatchi. Faqat qonunchilikda belgilangan. Demak, fuqaroning huquqi paydo bo'lgandan keyin 60 kun ichida fuqaro murojaat qilsa, o'shanda uni huquqi paydo bo'lgan kunga qaytamiz. Ya'ni 55 yoshga to'lgan kunlaridan 60 kun ichida fuqaro murojaat qilsalar, tug'ilgan kuniga qaytamiz. Agar fuqaro 60 kundan keyin murojaat qiladigan bo'lsa, murojaat qilgan sanadan boshlab to'lanadi. Demak, o'zingizning imkoniyatingizni o'zingiz yo'qotishingiz mumkin. Endi bitta agar ruxsat bersanglar qo'shimcha qilib o'tamiz. Bu ayolda ish staji o'sha 7 yil mavjud bo'lmagan bo'lsa kerak. Shuning uchun ular pensiya jamg'armasiga murojaat qilganda pensiyalariga rad javob berilgan. Sababi bizda qonunchilikda fuqarolarga pensiya tayinlash uchun kamida 7 yil staji bo'lishi shart o'zi. 7 yil agar staji bo'lmasa, ular albatta o'sha ayol kishi o'sha 60 yoshga borib nafaqa tayinlanadi. Nafaqani manbasi boshqa joy o'sha. Nafaqani manbasi u pensiya jamg'armasi emas, balkim davlat byudjeti anaqasi manbalaridan moliyalashtiriladi. Shuning uchun meni fikrim, endi bu ayolimiz 60 yoshga to'lganda o'sha prezident huzuridagi ijtimoiy xizmatlar agentligiga murojaat qiladilar. Albatta ular 60 yoshlarida ushbu fuqaroyimizga nafaqa tayinlab beriladi va kelgusida o'sha nafaqaxo'r bo'lib nafaqa olishlari mumkin bo'ladi. Demakki, menimcha bular oddiy uy bekasilar, chunki bir emas bir nechta murojaatlar shunday qoldirilgan. Bunday holatda siz adashtirib qo'ymang, chunki hamma o'sha yoshga yetganda 55 yoshdan ayollar, 60 yoshdan erkaklar deyilgani uchun go'yoki ular huquqlari paymol bo'lgandek his qilishyapti. Ish stajingiz 7 yil bo'lmasa, balki umuman ishlamagandirlar hech qayerda. Shunaqa holatlarda siz 60 yoshdan pensiyaga, ya'ni nafaqaga chiqishingiz mumkin bo'lar edi. Yana bir juda ham kerakli ma'lumot aytib o'tildi hozir bu yerda. Uni yana bir marotaba takrorlagan bo'lardik. Agar o'sha siz ayol kishi bo'lsangiz 55 yoshdan, erkak kishi bo'lsangiz 60 yoshda yoshingiz to'lgandan keyin 60 ish kuni mobaynida, shunaqa ham 60 ish kuni mobaynida siz kerakli tashkilotlarga murojaat qilishingiz kerak bo'ladi. Aynan nafaqa borasida. Ana undan keyin esa bunday holatlarga bee'tibor bo'lsangiz yoki olarmanda baribir berishadi deb fikrlayotgan bo'lsangiz, bu noto'g'ri ekan. Mana soha mutaxassislari uni tasdiqlashyapti. O'sha murojaat qilgan kuningizdan boshlab keyin sizni pensiya mablag'ingiz hisoblanar ekan. Shunga e'tiborli bo'lasiz. Demak, bu pensiya nafaqalaridan tashqari byudjet tashkilotlarida oylik oluvchilarga ham ta'sir qiladi, to'g'rimi? Yangi ma'lumotimiz. To'g'ri. Prezidentimizni o'sha farmonlariga asosan 1-avgustdan boshlab byudjet tashkiloti ishchilariga oylik ish haqi maoshlari 10% ga oshiriladi va bundan tashqari yana byudjetdan tashqari tashkilotlarga o'sha tavsiyaviy norma berilgan. O'sha farmondagi o'sha 1-avgustdan boshlab nobyudjet tashkilotlarning ishchilariga ham o'sha ish haqqlarini 10% ga oshirish bo'yicha tavsiyaviy normalar berilib o'tilgan ushbu farmon bilan. Rahmat. Ana endi xursand bo'lsak bo'ladi. Men sizdan ko'ra ko'proq xursand bo'laman, chunki o'sha 10% yig'ib qarzingizni beryapsiz. Hazil albatta. Kechirasiz. Ma'lumotlar uchun sizga kattakon rahmat deymiz. Juda ham kerakli va o'rinli xabarlar bo'ldi. Soha mutaxassislarimizga o'z minnatdorligimizni izhor etamiz va ana endi mana kimga ishonishimizni biz aniq bildik. Yulduz opa, xursand bo'lsangiz bo'ladi, demak, hammaga mana 10% dan nafaqalarga, pensiyalarga ta'sir qilyapti. O'zi sir bo'lmasa, qancha pensiya olasiz?
Keling ana 15 mingdan kelasiz. Giloslar bor. Bo'g'im og'riqlari shunchalik kuchliki, sizni ko'p narsadan mahrum qilar ekan. Yaxshi ko'rgan ishingizdan. Ko'rasiz? Oila davrasidagi suhbatlardan. Sog'lom bo'lishni xohlayman. Nutva aynan mo'rtlashayotgan suyaklar uchun, bo'g'im og'riqlari uchun, tiklash, kuchga to'lish va harakatga keltirish uchun yordamchi. Uning tarkibi faqat tabiiy komponentlarga boy. Koksartroz, son chanoq yemirilishi, gonartroz, tizza yemirilishi, poliartrit, bo'g'im yallig'lanishi, osteoporoz, suyak mo'rtlashishi, shuningdek, grija disk churrasi kabi xastaliklar uchun qo'shimcha sifatida tavsiya etiladi. Biz faol hayotga qaytdik. Nutva, o'zingizga sog'lik ulashing. Hoziroq 1294 qisqa raqamiga qo'ng'iroq qiling va biz bilan bog'laning. Nutva o'z sog'lig'iga befarq bo'lmaganlar uchun. Shu eng yuqorisini olamiz. Eng yuqorisi. Aytib qo'ymang, tekshirishlari mumkin. Arzimizda. Shu joyda qo'shimcha qilib ketmoqchimiz. Yulduz opa harbiydan chiqqan bo'lsalar, bugungi kunda pensiya jamg'armasi tomonidan, ya'ni bizning tashkilot tomonidan faqatgina harbiylashtirilmagan tizimlarda ishlagan xodimlarga pensiya tayinlaymiz. Ya'ni harbiylashtirilgan tizim bu alohida o'zlari pensiya tayinlaydi. Ya'ni Mudofaa vazirligi o'zini xodimlariga o'zlari tayinlashadi, Ichki ishlar vazirligi o'zlarining xodimlariga pensiya tayinlashadi. Bunday tashkilotlardan bugungi kunda O'zbekistonda Demak, 13 ta. Yulduz opamni pensiyalari harbiy pensiya, ular sizlarga bog'liq joyi yo'q. Aytaverar ekansiz unda. Yo'q, lekin baribir farmon bilan 10% oshishi aniq. Oshishi Ularga aniq. ham ta'sir qiladi. Albatta ta'siri bor. Bemalol aytaverar. Yetardi, yetmas ortiq. Yetmasa qo'shib berarsizlar demandingizda. Katta rahmat sizga. Tashakkur aytamiz bu qimmatli ma'lumotlar uchun. Abror aka, Kamoliddin aka, biz sizga ish faoliyatingizda omadlar tilaymiz.